Assalomu alaykum mening izlayicilarim. Ertalabda Davudberdi bog'chaga tashlab, keyin papasini ishga kuzatib, bismillah deb ishlarimni boshlab oldim. Men har doim birinchi bo'lib ayamni uylarni tozalashdan boshlayman. Chunki kim kelsa ham birinchi ayam uyga kirishadi va ayam meni uyimga kirgizishni xohlamaydilar va o'zlari ham kirmaydilar zaruriyat bo'lmaguncha. Xayr munosabati bilan eshik romlarimni oynalarimni yaltillatib artishdan boshladim. Yana kim menga o'xshab birinchi nam, keyin quruqlatida artib chiqadi. Perila va kafellarimni ham xafa qilmadim. Ularni ham yaltillatib qo'ydim. Yaxshi ham uyda oynamiz ozgina. Sizda-chi bekajonim, uyda oynalaringiz ko'pmi? Unda sizga sabr tilayman. Shu yo'lda o'rtasida turgan Equinox'imni garajga qo'yib kelgunimgacha qo'shnimiz Malika xola chiqib, "Qizim, menga xaytga chiroyli qilib ko'ylak tikib bering" dedilar. Xo'p bo'ladi deb yo'q so'zini bilmaydigan Imonaxon yana eshik romlarini artishda davom etdi. Endi navbat oshxonaga. Va oshxona tomon yo'l oldim. U yerda meni 60 ta kompot kulib kutib turgandi. Ularni ikkitalab kladovkaga, stilajga birin-ketin joylashni boshladim. Amallab toshib olgan kompotlarimdan keyin 9 milli azilitimni olib, oshxonamni yaltillatishga tushdim. To'g'ri, azilit o'zidan dog' qoldiradi, lekin mana shu 6 milli momiq sochiqda artib chiqsangiz yaltillaydi. Men oshxonamni tozalaguncha Metta Elizaxon maza qilib uxlayotdilar. Biram havasim keldi. To'g'risi, men ham Elzani yoniga yotib uxlab olgim keldi, lekin hazillashdim, chunki meni hojatxona va hammomim kutib turgandi. Hammomdagi rakovina, oyna, unitaz va kafellarni yaltillatib, oxirida pollarni artib, shirin hidli osvejitelimni sepib chiqib ketdim. Endi navbat o'zim uyimga chevarxonamni, Davudberdi xonasini va yotoqxonamizni yig'ishtirib qo'ydim. Ikkinchi qismi bundan ham qiziq. Like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun rahmat.